Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Azizlarim, bugun sizlar bilan yumshoqqina rogalik shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun qaymoq, un, oliy navli unimiz albatta, yong'oq, shederelet, saxarni pudra, razrixitel, mana shu mahsulotlardan foydalandim. Keling birgalikda tayyorlaymiz unda. Mana unlarimizni elab tayyorlab qo'yganman. Bu yerda oliy navli unimizdan 500 gram. 500 gram oliy navli unimizga azizlarim, muzlatgichda turgan 200 gram shedraya letani mana bunday tyorkadan o'tkaryapman. Ana asta-sekinlik bilan un bilan birgalikda qorishtirib yuboraman. Ya'ni urvo holatiga keladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday urvo holatiga keladi. Ana endi azizlarim, bu massamizga, urvog'imizga ana endi 300 gram qaymoq, mana qaymoqlarimizni ham solyapman ko'rib turganlaringizdek. Albatta opisaniyada qoldiraman necha gram qancha mahsulot ketganini. Ana demak qaymoqlarimizni soldik. Ana endi 1 choy qoshiqda to'laroq razrixitel ham solib yubordim. Mana ko'rib turganlaringizdek, 1 dona tuxumni sarig'ini ham solib yubordim. Mana asta-sekinlik bilan aralashtiraman azizlarim. Xamirimiz tayyor. Mana qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir bo'ldi. Mana bu xamirlarimizni ana endi selofan paketga o'rab muzlatgichga 30 daqiqa qo'yib qo'yaman. Ko'rib turganlaringizdek 30 daqiqa o'tdi. Mana xamirlarimizni olyapman-da. Ana endi azizlarim qismlarga bo'lib olaman. Mana menda demak qismlarga bo'lib olyapman azizlarim. Demak 6 qismga bo'lindi. Bu qismlarni zuvolachaga aylantirib, ustiga selofan paket yopib 10 daqiqaga tindirib qo'yaman. Ana endi demak xamirimizni, mana shu zuvolalarimizni asta-sekinlik bilan yoyishni boshladik. Mana birinchi ko'rib turganlaringizdek qo'limda yoyib oldim. Ana endi qo'limda yoyibganimdan keyin asta-sekinlik bilan juvadan foydalandim. Xamirimiz juda ham yumshoq, qo'lga yopishadigan holatda juvamizni unlab yoysak yaxshi yoyiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi mana shunday aylana holatida yoyib olindi. Ana endi qismlarga bo'lib olaman. Demak, rogalik shirinligimizni qismlarga bo'lib oldim. Aytganimdek, yong'oq bilan mayzni ikkovini aralashtirib solib chiqdim. Mana shunday holatda o'raladi. Rogalikchalarimiz mana shunday holatda o'raladi, ko'rib turganlaringizdek. Mana yana bir bora ko'rsatyapman. Mana shunday holatda bo'ladi azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu shirinligimiz katta-yu kichikka hammaga yoqadi, yumshoqqina. Ya'ni yana bir siri, bu shirinligimiz uzoq vaqt turadi. Demak, uzoq vaqt muzlatgichda yoki bir qutiga solib qo'ysanglar ham ancha vaqtgacha turadi. O'z holatini, o'zining ta'mini yo'qotmaydi. Azizlarim, ana endi bizni duxovkamiz 160-170 gradusda qizib turibdi. 40 daqiqada pishirib olamiz.
Mana ko'rib turganlaringizdek 200 gram, ya'ni 1 stakan saharniy pudradan foydalandim. Mana shunday issiq holatida saharniy pudrani paketga solib oldimda, rogaliklardan 4 donasini solib mana shunday aralashtiryapman. Buning ham bir siri bor. Mana shunday ko'plar tayyorlab nima uchun saharniy pudram yopishmaydi degan kishilar uchun mana shunday siri bor. Albatta qaynoq holatida saharniy pudraga bulab olasiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring azizlarim. Mana shunday holatda bo'ladi. Demak, sirlarini ham bilib oldik rogalikimizni. Yana bir bora sizlarga ko'rsatyapman azizlarim. Mana shunday holatda saharniy pudraga botirib olasiz. Bu yana bir oson yo'li. Azizlarim, demak, bizni bugungi yumshoqqina rogalik shirinligimiz tayyor. Yoqimli ishtaha hammalaringizga. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Siz agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Azizlarim, sog' salomat bo'lasizlar. Allohim hammamizga sog'lik, tinchligimizni bersin. Ko'rishguncha deb qolaman. G'oyibona.